Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Bugungi brifingimiz mavzusi aholini qiynayotgan muammolar, ularning yechimlari va real natijalar haqida bo'lib, asosiy e'tibor tabiiy gaz ta'minot sohasida amalga oshirilayotgan ishlarga qaratilgan. Ma'lumki, aholini uzluksiz va sifatli tabiiy gaz bilan ta'minlash davlatimiz ijtimoiy, siyosiy va muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda sohada keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda aholini qulay va xavfsiz xizmat ko'rsatish, energiya resurslaridan oqilona foydalanish hamda sohani shaffofligini ta'minlash asosiy vazifalardan biri bo'lib kelmoqda. Shu bilan birga joylarda aholini qiynayotgan bir qator muammolar ham mavjud. Xususan, kuz-qish mavsumida gaz iste'molining keskin ortishi sababi ayrim hududlarda tabiiy gaz bosimini pasayishi, ayrim holatlarda vaqtinchalik uzilishlar kuzatilmoqda. Bu esa aholi tomonidan ko'plab murojaatlarga sabab bo'lmoqda. Ayrim mahallalarda gaz tarmoqlarining eskirganligi, quvurlarning texnik holati talab darajasida emasligi ham muammolar keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, ichki gaz jihozlaridan noto'g'ri foydalanish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik holatlari ham mavjud. Bundan tashqari, noqonuniy ulanishlar, gazdan nazoratsiz foydalanish va qarzdorlik holatlari ham tizimni barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa to'lov qilayotgan iste'molchilar uchun ham qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, eskirgan gaz quvurlarini bosqichma-bosqich almashtirish, yuqori bosimli tarmoqlarni rekonstruksiya qilish va yangi tarmoqlar qurish ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga gaz taqsimlash stansiyalari, tartibga soluvchi qurilmalardan profilaktik hamda ta'mirlash ishlarini muntazam tashkil etilmoqda. Maxsus avariya brigadalari 24 soatlik tartibda faoliyat yuritib, favqulodda holatlarni tezkor bartaraf etish choralari ko'rmoqda. Aholi murojaatlar bilan ishlash tizimi ham yanada takomillashtirildi. Har bir murojaat elektron baza orqali ro'yxatga olinib, mas'ul xodimlar tomonidan nazoratga olinmoqda. Gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolarni qisqa muddatlarda hal etish maqsadida sayyor qabullar va mahallalarda tashkil qilinmoqda. Sohada raqamlashtirish ishlari ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy elektron hisoblagichlar o'rnatilib, iste'molchilar aniq hisobga olish tizimi joriy etilgan. Onlayn to'lov tizimlari, mobil ilovalar va elektron xizmatlar aholi uchun katta qulayliklar yaratmoqda. Shuningdek, aholi o'rtasida xavfsizlik qoidalari bo'yicha tushuntirish ishlari kuchaytirilmoqda. Gaz jihozlaridan to'g'ri foydalanish, havo almashinuvini ta'minlash va favqulodda holatlarni oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Amalga oshirilayotgan ishlar natijasi bir qator ijobiy o'zgarishlarga erishildi. Xususan, ko'plab mahallalarda gaz bosimi barqarorlashtirildi. Avariya holatlari soni qisqardi va murojaatlar ko'rib chiqishi tezligi oshdi. Shu bilan birga iste'molchilarga xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanib, to'lov intizomi ham sezilarli darajada oshmoqda. Eng muhimi, aholini sohaga bo'lgan ishonchi mustahkamlanmoqda. Kelgusida ham tabiiy gaz ta'minotini yanada yaxshilash, mavjud muammolarni tizimli hal etish va aholiga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha ishlar izchil davom ettiriladi. Barcha kuch va imkoniyatlar aholini rozi qilish va energiya resurslaridan samarali foydalanish hamda sohani xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.